Assalomu alaykum. Anglab atqınınla Şinjan Yaşlar Ösmürler Neşriyatı 2008-yılı 4-ayda 2-ci qetim neşr qılğan biografiyalik roman Qaynam Örkişi, avtori Abdullah Talib. 30-cı bab. Ölüm aldıdaki söz. Bugünkü məxfi və axırqı soraq 1,5 saatçıla davam qılalıdı. Şairning ajoyib qaysarligi baş soraqçı və yantaqçılarının rəsvasını çıxarğanlığı üçün türmə başlığı salpayğan halda soraqның yığışdırılğanlığını jakarladı. Şairga iqrarnamə yazdırış qərzində tayyorlanğan qağaz qalam şira üstüdə öz petiçə qili verdi. Yantaqçılar bugünkü vaqadan hər xil təsirat aldı. Onlarning bəziləri tişlərini qoçurlatıb intiqam elish qasdida jar salatdı. Bəziləri ətay birər ishni bahana qilib o'liriga ketibilishdi. Bugünkü məxfi soraqqa qatnaşqan tilmaşlarning biri bo'lgan Obul Hasanbey keyinki tipqa kiratdi. Obul Hasanbey soraq oxirlashib bo'la bo'lmasdilla soraq xonadidan chiqqan peti oldi kayniga qarmay udul uyiga bardida "Voy yurikim" deb o'zini kanğa atdi. Erining bu holini ko'rgan xotini Ayturan xonning ko'ngli boshqacha bo'lib, rangi o'chib ketdi va Obul Hasanbeyning qishiga kelib, "Nim bo'ldila? Sizlarga biror xaplaq tegdimi nima?" deb so'radi. "Yo'q, xotin, birdam gap qilmay turinglar. Yurkim iziga tushib olsin." Ayturan xon erining bu so'ziga ko'nmay yana gap cho'qchilab turib oldi. U qetig'ur ayol edi. Obul Hasanbey uningdan sir saqlab qutulolmaydi. Lekin bugünkü sirni eg'izidan chiqarib qo'ysa, baş so'roqchi oldida baloga qilishdan qo'rqatdi. Shunga u xotiniga yolvorib, "Xotin, men sizdan zodi sir yo'shirmagan. Hozircha meni bir oz dumlab qo'yinglar. Idordan odam kelib qolsa, bo'yi qizib ketdi deb yondirib o'tinglar. Men sal turib sizlarga hammani ilib qolmay so'zlab beraman" dedi. Ayturan xon ma'qul bo'ldi. Obul Hasanbeyni uyning bulunga akcha yatqizib, uydagi hamma yotgan ko'rpalarni uning ustiga yopdi. Ondan tashqirqi eshigini ilib qo'yib, erining yenidan neri ketmay, alliq qanday xiyollarga cho'k o'ltiratdi. Obul Hasanbey bo'lsa zinhor aram ololmadi. Uning ichiga kirib olgan yo'chun bir nima uning yuragini mujub bearam qilatdi. Zavol tushgan mahallada tashqirqi eshik urildi. Ayturan xon yugurib chiqib eshikni ochdi. "Obul Hasanbegim qani?" Tatirib rangi o'chgan hekim eshikdan kirmayla so'radi. "U hozir ichkirki uyda bo'yi qizib yotidi." Ayturan xon shundoq deb hekimni boshlab ichkirki uyga kirdida eri yotgan uy bo'lingni ko'rsatdi. Obul Hasanbey bazgak tutgandek qattiq titragan bo'lib oldi. Uning ustiga ortib qo'yilgan yotgan ko'rpalar lag' titrakdan silkinib, lingshib turadi. Hekim buni o'z ko'zi bilan ko'rib, orqasiga yinib, "Astag'firullah, bugun kechlik ziyofatga chaqirib keldi" dedi. "Bo'pti, kasal ekan deb baray" dedi. Ayturan xon hekimni uzitib ishkini yana ishtidan ilib qo'yib, erining qishiga keldida, "Voy, o'rinlardan tursiz-chu, ichim titit bo'lib ketyapti. Ya qo'lim ishga barmaydi. Ya ko'nglim aram topmaydi. Nima gap zodi?" deb so'radi. "Muzlab ketdim, xotin. Birdam isnib olay. Unchalar ushuqlik qilmay, avval meni xotirjam qilib, ondan yotsizlar." Ayturan xon bargan peti Obul Hasanbeyning ustiga yipib qo'ygan yotgan ko'rpalarni cho'rivatdi. Obul Hasanbey amdi o'rnidan turib, rost gapini qilmasa, uyda jidal chiqatdi. Uning ustiga xotin ikkisining muz, pushuq degan laqamlari tilga ilinganda bu uyda pat-pat qattiq jidal chiqib turadi. Ehtiyotchan va xotinidan ayminadigan Tilmachbey dard ustiga dard kelib chiqmasin deb o'yladi. U heli hekimning uyiga kirib chiqib ketganini sezib yotgan edi. U bir oz xotirjamlik his qildi-da, asta o'rnidan turib, xotiniga hammani to'kili boshladi. 2 yilda tug'ilgan badraklar ham 9 yilda tug'ilgan xunparlar bilan birga bo'lib qolganimni bilmagan ekanman. Anam rahmeti meni
undaq yillarda tug'ib salmagan bo'lg'ayti. Obul Hasanbek bir oz demini ilib olgandan keyin yana so'zini davom qildi. Hey, uningdek qahramon er bo'lamdi. U bir shir yurak, ulug' inson ekan. Qo'y bo'lib 1000 yil yashagandan yo'lbos bo'lib bir kun yasha degan xalq maqolining aynini bugun o'z ko'zim bilan ko'rdim. Obul Hasanbek xotiniga bugungi so'roq ahvolini boshdan oxirigacha to'liq so'zlab bergandan keyin yili kirib chiqib ketgan chapanchini ko'rding-ku. Hamma bala shu Makkardan, yana biri Loxor degan tulki mijoz ablaqdan keldi. Bugun kecha qon oqadigan bo'ldi. Hey isit, dedi yana. Voy, ig'izlarini ushitib, yana nima deydilar? Yana nima gap bor? Desang gap bo'ladi, demasang dar. Turmada hozir 50 dan ortiq ziyolilar qamoqliq. Necha kundan buyon Xotan darvozasi yeniga cho'nqur azgal ko'lab tayyorlashdi. Anlasam bugun kecha Li Mutallib apandim boshliq ziyolilarni shu azgalga tirik ko'makchikan. Azgalning maxfiyatligini saqlash uchun ustiga to'ng'iz qotini salmoqchi bo'lishibdi. Ko'rdingmi? Bu vahshiy hayvonlarning qonxo'rligini. Ayturanxon bu so'zlarni anglab hushidan ketayla deb qoldi va bir ozdan keyin esini yig'ilib eriga ochiqlab turib, "Sizlar aslida eshak yilda tug'ilgan. Men burunla sizlarga urush boshlang'uchilik o'zimizni bir yoqqa olayli demidimmi? Jallodlarga chapan ko'tarib nima topatdilar?" dedi. "Echishqa yerga tuz sepma, xotin. Men dardimni o'zim bilaman. Endi pushaymonni oldigan qochi yo'q." Ayturanxon erining keyingi gapini tingshmayla peshini qaqqanicha uydan chiqib bir yaqin qo'shni ayolnikiga kirib ketdi. Obul Hasanbek o'z uyida huquqdek yolg'iz qoldi. Bugun oqshom uning gilidan ya bir qo'shiq g'izo, ya bir yutum suv o'tmaydi. U qondan pastga tushib, yana shu pushaymon, yana shu hasrat ichida bearam bo'lib, to'xtamay u yoqdan bu yoqqa mang'atdi. Obul Hasanbekning boshqa yantoqchilardan farqi shu ediki, u tarixdan ozdir ko'pdir savodliq edi. U arabcha, farscha va xanzuchni ozdir ko'pdir biladi. U hozir talantli shoir Lutfullohning beshiga kelayotgan ig'ir qismatga rostilla ichida norozi edi. Obul Hasanbek ehtimol Aloyiddin Juvayni bilan Abaydullah Vassabning Chingizxon to'g'risida yozgan Jahon Kushoyi nomli mashhur asrini ham Sharifiddin Yezidinning To'mirlang haqida yozgan Zafarnoma nomli asrni o'qigan bo'lsa kerak. U hozir Lutfullohning qahramonligini Jaloliddin bilan Shahzoda Bayzidga o'xshatib, cho'nqur xiyolga cho'kib ketgan edi. Biroq u kishilarning nimishqa To'mirlangga qarshi chiqqanligi to'g'risidagi munu bir mashhur she'rni asla tushunmaydi. Agar azob shodlik ochquchi bo'lsa, anga qarshi ko'rishatdimu bandisi. Oxir hisobsiz tirik jonlarni yanjimidimi To'mirlang panjisi. Viloyatlik soqchi idorasida o'tkazilgan kechilik ziyofat oyoqlashganda soat istirliksi to'p-to'g'ri 12 ni ko'rsatib turadi. Ziyofat tarqagandan keyin oldin talvilingan 20 dan ortiq eng ishonchli soqchi va turma gundupaylari qorallanib bir maxfiy ishxonaga to'plandi. Maxfiy ishxonaning sirtida qatma-qat post turg'izilgan edi. Urush allaqachon oyoqlashgan bo'lsa-mu, turma atrofi Janubiy Sepilning usti va shaharning rasta ko'chalariga qurolliq patrullar qo'yilgan edi. Qizili ko'vrik bilan langar ko'vrik ustiga qo'yilgan patrullar shahar ichiga sirtdan insi jin kirgizmaydi. Odatda yerim kechalarda ayrim fuqarolarning uylaridagi ishlar navbatlashib qavishib turadi. Bugun kecha bo'lsa nima uchundir ishlarning havishlarimi anglanmaydi. Qurolliq patrullarmi zuvan surishmay o'zaro qarshib qo'yibla o'tib ketishadi. Qisqasi Dolan daryosi bo'yiga joylashgan bu shahar bugun kecha xuddi cho'ng qabristonlikqa o'xshash ko'rinadi. Kalla kesar Vushabing maxfiy ishxonada qora g'angsini tishlagan holda qurolliq soqchilarga surlik qarab turadi. Uning yanida turma boshlig'i o'ng bilikiga bilazuk o'rnida silib olgan to'mir halqini halqiga bekitilgan hisobsiz kamir ochqichlariga urishtirib
jarang jurung qilib ovoz chiqarib ko'zini yumib olgan holda ichida Budda oyatini o'qib o'tiradi. U bu oyatni kichkida momasidan o'rganib olgan edi. Bu oyatda beguna odam o'ltirsa, qon to'ksa do'zaxga kiradi degan mazmun bor edi. Biroq uning qo'lidagi ochqushlar nurg'un beguna qurbonlarning guvohchisi edi. Bu ochqushlarning hozirgi ovozimi barg'ansiri musibat muzikasiga o'xshib turadi. Baş so'roqchi ochqushlarning mungluq jarangligini anglab, "Mana hozir har biringlarga anglayotgan turma boshlig'imizning qo'lidagi bu ochqushlar bugun kecha o'zining muhim vazifasini ado qiladi. Chunki bugun kecha hammanglar ozgal tindursizlar. Kalendarning varqi mana hozir 18-sentabrga o'rildi. Bugun o'rindiladigan maxfiy majburiyatning parol belgisi Len-Len-Lu. Agarda bugun kechilik operatsiyaga kimki yumshoq qo'lliq qiladigan, uningga qo'lab qo'yilgan azgal bor. Kimki maxfiyatlikni ig'izdan chiqarib qo'ydigan, tilini yo'lib tashlaydigan po'lat ambur bor, deb so'zini boshladi. Tun kecha soat dal bir bo'lgan edi. Qo'rchoq saqchi idorasining boshlig'i Wu Xiaobing buyruq qildi. Turma boshlig'i qurolliq jallodlarni boshlab turma tarafga qarab mengishdi. Turma boshlig'i to'mir halqiga bekitib olgan ochqushlarini jaranglatib berib, kamera eshiklarini ochdi. Qurolliq saqchi gundubaylar kamerada uyquda yotgan mahbuslarni miltiq paynaklari bilan urib turg'izib, turma oldidagi maydonga to'pladi. Sazgur mahbuslar, Uchqunlar ittifoqining a'zolari bugun kecha eng oxirgi judolik soatlarining yetib kelganini jiddiy his qilishmoqda edi. Mahbuslar to'plangan maydonni qurolliq jallodlar allaqachon qurshab bo'lgan edi. Fojia boshlanish oldida turadi. Mushtimi g'azab bilan tugilgan bir mahbus o'ng qo'lini egiz ko'tardi-da, unlik suran silib, "O'g'lim Mavlonjon, qanisan? Hayotning lazzatini ko'ralmagan chiroyli balam qaydasan? Ah, vahshiy yirtqichlar!" Mudish jimjitlikni buzib tashladi. Bu mahbus peshqadam vatanparvar Turdaxun xalifa edi. Turdaxun va o'g'li Mavlonjon atoqliq ma'rifchi bo'lib, ular Lutfulloh Mutallibning inqilobiy harakatiga aktiv qatnashgan. Turma boshlig'i chatoq chiqib qilishdan ansirab, pushtak chaldi. Jallodlar miltiq paynaklari bilan mahbuslarni urib, azgal bo'yga haydab mandi. Shoir Lutfulloh va G'azalxon Yusufjon birlikda Zuhra Jonim naqsini va qahramon qiz Dilbar yozgan Qanliq qasam nomli mahbuslar naqsini jarangliq aytib, sabdoshlarini ilhomlantiradi. O't yurak shoirning vujudiga vatan, xalq muhabbati xuddi magmadak harorat bag'ishlaydi. Uning qalbi yolqin bo'lib yonadi. Mahbuslar shahar sepining janubiy timiga yaqin kvadrat shaklda qo'llangan cho'nqur azgal atrofida sapga turg'izildi. Turma boshlig'i bir egiz do'nga chiqdi. Uning o'ng tarafida muavini Aqub, so'l tarafida panus tutgan 2-3 gundupay hamda azgalni cho'rdab mahbuslarni muasirga ilib olgan nurg'un qurolliq qotillar qilich nayzlarini ko'tarishib, yirtqichlarcha turishadi. Turma boshlig'i yurak zotilik bilan mahbuslarga qarab, "Bu eng oxirgi fursat." U o'ng tarafdagi bo'shliqda turgan joda, nayza, gal bo'g'adigan sim va qotillarning qo'lidagi qilich, miltiq va avtomatlarni mahbuslarga ishorat qilib turib so'zini davomlashtirdi. "Takrorlaymanki, bu sizlarga eng oxirgi fursat. Qaysini tanlaysizlar? Jodi bilan to'g'rilishnimi yoki?" dedi to'titlab turib. Bu so'zni anglagan sher yurak Lutfulloh oldiga bir qadam sakrab chiqdi-da, "Turim boshlig'i apandi, men hozir Arturdak azgal yinida turibdiman. Bu mening oliy orzuyim edi. Bu mening shon sharpim. Biroq Artur azgal tuviga kunduzi xalq ko'ralaydigan chog'da akilingan. Sizlar Arturning qotillaridan ko'p tuvan turadigan nomard qaroqchilarsizlar. Hamrabi zamonasidan tortib hozirgachilik sizlarda qonxo'rlar oz uchragan. Mening qinim oltin taxsida turishni xohlamaydi. Vatanimning tuproqiga qo'shilib ketishni orzu qiladi. Yaqindala mushu yerda issiq qonlari oqqan mard yigit qizlarning qiniga qo'shilib ketishni xohlaydi. Lekin bu qonlar hargiz izda jim turmaydi.
Lutfulla ahirda ko'ksini kirib turib, "Turum boshliq apandi, qandoq usulni tanlashga kelsak, sizlarga la'nat nafrat yog'dirib kelgan yuksak g'oyamning markazi mana shu ko'ksimda. Qani marhamat, jallodlaringga buyruq qil" deb unlik xitob qildi. Turma boshliqining qo'lidagi ochqushlar jaranglab ketdi. Itish, chipish, ozgalg'a ittirish va tintirish boshlandi. "Yoshsun erkinlik, yoshsun ozodlik!" Lutfulla oxirgi qitim jarangliq shuar to'lab ozgal ichiga yiqildi. Bu 1945-yil 9-oyning 18-kuni edi. Sepilning g'arbiy janubidagi Dolan daryosini bo'ylab egiz o'sgan chinar shig'ida to'xtamay sayrayotgan ko'k to'lg'oqning mungluq ovozi aniq anglanib turardi. Hayvatlik tangritig'idan turilib urg'ib kelayotgan yomg'irliq bulutlar birdamdala osmonni qoplagan edi. Bayla osmonda chaqnab turgan to'lin oy, son-sanoqsiz yo'riq yulduzlar xuddi olamning boshqa bir koinotiga yo'shiringandek birdilla ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Bulutlar orasida qattiq guldirlab chiqayotgan chaqmoq nuri azgal ustini intayin tez va kayni-kayndan yo'ritib turardi. Yig'in yeshin elchisi bo'lib, oldin kelgan Tangirtog'ning sovuq shamili shahar atrofidagi bog'larning xushbo'y chichaklarini va har xil gul uruqlarini hamda azgal atrofida sarg'ayib pishib qolgan qamg'oq, shivoq, yava qo'mishlarning g'azon gullarini qurbonlar ko'milgan azgal ustiga uchirib kelib, xuddi gullik dasturxon yepib qo'ygandek bizab turardi. Ang oxirgi qattiq chaqmoq bilan billala quyilgan shar-shur yomg'ir azgal ustidagi gul chichaklarini sug'urib bo'lgandan keyin janub tarafga Tarim vodisiga qarab o'tib ketgan edi. Tugidi. Canim veslini izlem Yakıp uliğa düştüm emrim Gece gündüz bir davr izleyip Mutlak yanıp düştüm emrim gündüz didavr izleyip Mutlak yanıp düştüm emrim Ömrümü bittim ayıgla